aziz yurtdoshlar, muhtaram Shirin mahallasining fuqarolari. Mana biz bugun Shirin mahallasining qir adirlarida mana shu sport ustasi Jahongirjon Ibragimov bilan suhbatlashish maqsadida hamda o'z ko'zimiz bilan real voqeani ko'rish maqsadida mana bugun biz sportchi ukalarimizni mana shunday bir sport bilan shug'ullanayotgan vaqtlarni ko'rishni amalga oshirish maqsadida mana shu qir adirlarda tashrif buyurdik. Mana mening yonimda hozir mana shu Shirin mahallasining markaziy sport o'yingohida joylashgan sport ustasi Jahongirjon Ibragimov turibdilar. Jahongirjon, assalomu alaykum. 6-aprel yakshanba kunida mana shu Shirin mahallasining markaziy qir adirlarida Navruz bayram tadbirida qanday ishlar amalga oshirilmoqda sport bo'yicha? Assalomu alaykum. Do'stlar. 6-aprel kuni umumxalq bayrami, Navruz bayramiga bag'ishlab xalq sayli bo'ladi. Mana shu adirlarimizda. Xudo ancha yil bo'lib ketdi bu kurash sport turini Shirin mahallasi o'tkazmalariga. Shuni endi yig'ilib, birlashib, hammamiz shu kurashni tashkillashtirdik. Sarasor rayonida hamma polvon yigitlar keladi. Hammasi qatnashadi. Ustozimiz hurmatli ustamaga boshchiligida G'afur polvon, Rahmatullo polvon, G'ofir, Saydullo, o'zim, To'ra Domullo, Hoji akamiz, Mutolib aka bizlar boshchiligida o'tkazamiz. Xudo chiroyli bo'ladi. Keyin milliy xalq o'yinlarimiz bo'ladi. Xudo shanba kuni voleybol sport turidan 4 ta guzar bahslashadi. Keyin adenni o'qituvchilar, adenni komanda 5 ta komanda bo'ladi. Voleybol sport turidan 1-2, 3 o'rinlarga prezident. Shanba kuni adetdagi soat 5 ga boshlanadi. Sayl kuni 6-aprel kuni bayram kuni arqon tortish bo'ladi. 4 ta guzar o'rtasiga tosh ko'tarish bo'ladi. Mana bog'cha o'quvchilarimizdan tadbir chiqishlari bo'ladi. Maktab o'quvchilaridan tadbir chiqishlari bo'ladi. Ma'naviy dam olish kuni bo'ladi, xudo xohlasa. Barcha Shirin xalqini, Sarasor xalqini, Surxondaryo xalqini, O'zbekiston xalqini bayramimizga taklif qilamiz. Kelib, bemalol mana Azamat Ibragimov boshchiligida san'atkorlar guruhi keladi, mashhur qo'shiqchilar keladi. Xudo ma'naviy kun bo'ladi, dam olish kun bo'ladi. Yaxshi dam olib, esga qolarli bo'ladi, xudo xohlasa. Mana polvonlarimiz xudo xohlasa shunga tayyorgarlik ko'ramiz. Ulardan umidimiz katta, jahon chempioni, olimpiya chempioni, Osiyo chempionlari qolamiz ulardan. Ishonchimiz oqlaydi, ota-onasini, mahallamizni, tumanimizda, viloyatimizda, respublikamizda, butun O'zbekistonni nomini dunyoga taratadi. Nasib etsa shu bo'ladigan Navruz bayram tadbirida mana shu qatnashadigan sportchi yigitlarimizga shu sport musobaqalari bilan bellashgan vaqtida shularga g'olib komandaga sovg'alar va esdalik sovg'alar taqdirlanadilar. Albatta. Kurash musobaqamizga mahallamiz tomonidan yig'ilgan, xalqimizdan yig'ilgan jamg'arma pullari bo'shlardan ko'p sovg'alar beriladi. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Nasib etsa ushbu bayram tadbiri ajoyib bir ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi degan umiddamiz. Men hozir sizlarga mana shu polvon yigitlarimizga atab bir chiroyli she'rimni e'tiborlaringga havola etmoqchiman. Elatlar ko'p, millatlar ko'p, nelar tuproq qoyida. Bir elat bor qo'ng'irot Amudaryo bo'yida. To'ylariga ko'pkari polvonlari kurashar, g'ayrat yigitlariga or talashish yarashar. Yaylovi adirlarda saman ot qo'y qo'zi bor. Ona yerning bag'rida xalqning rizqi ro'zi bor. Oy qizlari oybarchin kashta do'ppiq qo'lida. Xirmoni donga to'lsa, zafar uning yo'lida. Chorvador tanti dehqon bellarida arqoni, toshlaridan gul unar. Oq oltinning makoni, Surxon yurti qadim el bir yomon yaxshi bor. Alpomishin kuylagan dostonchi baxshisi bor. Har bir ko'rgan tushimning ta'birlari Surxonda, At-Termiziy bobomning qabrlari Surxonda, odamlarning qalbida ham saxovat xayr bor, qadamlari mardona.
shafoatdek shoiri bori. Toza bo'lsa iymoning, qadding, qadring bukilmas. Surxondaryo yigitlari kurashlarda yutilmas. Alp qomatli kelbatli kelajak narvoni bori. Maftunquli akaboy, Abdulla polvoni bori. Sevari quyosh taxtini, yuz ochgan bulog'ini yuksaklarga ko'tarar. O'zbekning bayrog'ini intilganga toli yor, Shavkat Sodiq shiori. Surxondaryo aslida polvonlarning diyori. E'tiborlaring uchun tashakkur. Barchangizni 6 aprel yakshanba kuni Shirin mahallasining qir adirlarida bo'lib o'tadigan Navro'z sayllariga taklif etamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.